Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mana qurilayotib turgan bitgan o'choqlarimiz. Bitta 60 talik qozonda, bitta 25 talik qozonga moslandi. Xohlasa mana demoxodlari, eshiklari bor. Yana tandir qurdik bitta. Biri 10 ga, biri 10 joyga joylashgan. O'choqlarimiz biri 30 ga, biri 10. Bu yerda o'rtada kirib joyi bor, ovqat bemalol ko'lab, yalin tegmaydi. Tutun chiqadigan joylariga shlakirlik tombasidan qo'ydik. Bu qozon mana katta 65 talik qozonni eshigi, tagiga eshik qo'ymadik.